Erini kayfiyatini tushirib, eri bilan janjal qilib, eridan beruxsat ko'chaga chiqib ketgan ayolni, ana shu ayolni dedilar, qarang, hadis keladi bu ham. To qaytib eridan uzr so'rab, erini qo'lini o'zini peshonasiga qo'yib, qarang. Uyga qaytib ayol kishi eridan uzr so'rab, erini qo'lini peshonasini boshiga qo'yib, "Meni kechiring. Men borasida nimaga hukm qilsangiz roziman" demagungacha Xudo tavbasini qabul qilmaydilar. Mana shu paytgacha ayol kishi, ya'ni uyga qaytib shu erini qo'lini ayol kishi o'zini peshonasiga qo'yib, "Meni boramda nima hukm qilsangiz roziman, meni kechiring, mendan o'tibdi" deb uzr so'ramagunigacha bu ayolni Alloh tavbasini qabul qilmaydi. Namoz o'qisa qabul emas, duosi boshidan bir qarich ko'tarilmaydi ham, tog'dek tillo kumushlarni sadaqat qilsa ham qabul basdirlar, qarang.